Men seni yaxshi ko'raman, sevaman. O'sha gap o'rta, men jinni emasman. O'zing konsertda katta og'zing bilan va'da qilgansan, o'rtoqjon. 80 turga chiqqanimda senga tegaman degansan. Xalq buni eshitgan. Ana bishallah. Если мы худо холосто доживем до 84 лет, ну, она обещала, что она станет моей женой. Если ну, дай бог, худо холосто, o'rtoqjon. Yo, eng qizig'i, если доживем, tegmasin ham mayli. 84 ga chiqmasak bo'ldi. Hozir er xotin bo'lsak, pul ham bitta kassaga tushardi. Shu ko'pchiliklarda xatlatib qo'ya qolaylik. Pul bitta bo'lib qolsa, sandaching tezroq bitib qoladi. Men o'ylaymanki, o'rtog'im har yili men uchun 80 ga kirganimda shu yulduzga bitta yetishmadim degan armonda ketsa kerak. Lekin men muxlislarning oldida va'da qilaman, o'lmasam 85 yoshda. 85 yoshimda men saniki. Unda foydasi yo'q. Bolam. Yulduz Usmonova seni buving bo'lishi mumkin edi. No peshana. Shunaqa bo'lib qoldi bolam.